Chuvalang arabi qo'ylarimiz akalar yetib keldi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa shunaqa puli arzon joylardan akalar arabi qo'ylardan so'ragan obunachilarimiz bo'lgandi. Akalar talablarga binoan xudo xolasa arabi qo'ylaridan keldi. Hozir sizlarga bilan narx-navoz qanaqa, yeb-ichish qanaqa to'liq tanishtirib o'tib ketaveramiz akalar. Akalar qo'ylarga baho beramiz, yeb-ichishlari xudo xolasa necha oylik, bo'g'ozmi, yo'qmi to'liq tanishtirib o'tamiz. Shunaqa akalar chuvalang arabi qo'ylardan so'raganlar bo'lsa, bittadan like bosib xudo xolasa padishlik qilib turasizlar. Xo'p, akalarim, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga akalar Bobur akamiz oldiga kelganmiz. Bobur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ilhom aka, zo'rmisiz aka? Ishlar zo'rmi, charchamasizmi? Shukr aka. Xudo xolasa necha bosh olib keldingiz? Ilhom aka 23 bosh olib keldik aka. 23 bosh akalarim bittalab ko'rib olasizlar. Bari urg'och qo'z aka, bari qochib ketgan aka bular. Bo'g'oz deysizmi? Bari qochib ketgan aka, Qo'chqor ichida yurgan aka bari. Bari akalar qochib ketgan, xudo xolasa Qo'chqor ichida yurgan bo'g'oz deyilyapti akalar. Ko'raverasizlar, bemalol o'zlaringiz tekshirib kelib akamiz bilan savdolashib olib ketaverasizlar. Son necha bosh dedingiz? 23 ta, 23 ta. 23 bosh akalar, mana. Qaytar. Hop, ketdi mana. Akalar. Dalaga bemalol qo'yib, xudo xolasa etdandan qo'zilagandan keyin olasizlar, foydasiga sotinglar, olasizlar, onasini mana tandirga bosib o'rasizlar, bosib olaversanglar bo'ladi akalar, xudo xolasa. Foyda qilaman deydigan bo'lsanglar akalar, xohlasanglar ko'paytiraveringlar. Eng akalar zo'ri buni boyaki ovqatiga yeb-ichishi. Bu Bobur aka xudo xolasa boy yantoq-pantoq o'tlab yuraveradi, ha? Ha, bu dalada yurgan, dalada olib kelyapmiz aka. Men endi ular ko'kka men zo'r bo'lib ketadi. Qarang, to'g'rilarda aka. Umuman o'shatmaydi aka, yo'q ketadi aka. Dalanikida, ha? Dalani qarang. Bari qasr degan zo'r to'g'ri aka. Olgan odam baraka topadi inshaalloh. O'zi aka bu qo'yday bo'lib qolgan. Yana obunachilarimiz bu qo'ymidimi, o'ylashmasin aka. Hali to'g'li, ekkichga endi yoradi bular. Necha oylik to'g'li? Bular aka endi 1 yosh bo'lib qoldi-da aka. To'g'li endi ekkichga yoradigan vaqt keldi bularning. Men 1 oy, 1,5 oy, 2 oy ichida ekkichga chiqadi bular bari. Qo'chqor ichida yurgan, Qo'chqorning ichida olmay faqat urg'ochisini ayirib keldim aka. Ko'rsating aka obunachilaringizga. Ko'raverasizlar mana. Bittalab ko'raverasizlar. Bo'y baslarni 70 olaveraylik, ha? Shuni 70 olaveramiz aka. Mana. Ko'rib olaveramiz. Pulga gap yo'q aka. Bu endi yeyishi shu yantoq o'tda, ha? Ha, endi shu cho'lda yurgan molda aka bu. Endi bu yemish tanlamaydi aka. Yantoq bersangiz ham yeb ketaveradi. Dalaga qo'ysangiz dalaga ham ketaveradi. Ha, lekin arpa, bug'doy yem yegan mol emas aka bular. Bular dalani mol aka. Dalada yurgan mol. Ko'rib olaveramiz. Akalar bittalab ko'rib olaveramiz. Buni Bobur aka narxini ayting, necha pul qilib bermoqchisiz? Ilhom aka, men YouTube'da ham ko'ryapmiz aka. Mana shunda chuvalan qo'ylarni, yosh katta qo'ylarni ham, bundan mayda ariq to'qlarni ham 3 million 28-27 qo'yapti aka. Biz aka bularni bari qochib ketgan, eti ham, qum quyrug'i ham to'la aka. Ko'ryapsiz, sog'lig'iga yo'q ketadi aka. Hop, sog'lig'iga javob. 3 million 100 mingdan aka narxi aka. Agar yo'q o'zlarimiz kelib olib ketamiz deysa, 3 milliondan o'zlari olib ketaversin aka. Oxirimi? 3 million 100 mingdan dastavka qilib beraman aka. 12 viloyatga. 3 milliondan bo'lsa aka kelib ustida ko'rib to'g'rilarni bittalab ushlab savdomiz yana kelishamiz ham aka. Yana ham kelishamiz. Yana ham kelishamiz aka. Akalar 3 million so'mdan bo'g'oz arabi qo'ylarimiz 3 million so'mdan akalar, mana. 3 million so'mdan yana ham o'tib beramiz deyapti akamiz. Yana ham ustida kelishamiz. Yana ham balki 2 million 900, balki 2 million 800 berib yuboradilar. Akalar ustida naqd pul bilan kelib akamiz bilan telefonda yoki savdolashaverasizlar. Uzoq yo'ldan bo'lsanglar ham akalar dastavka qilib jo'nating desanglar, bemalol yeyish-ichishlarni ko'rib akamiz bilan kelib ustida qo'ylarni birma-bir ko'rib olaverasizlar. Ichida xudo xolasa Qo'chqor yurgan deyishyapti akalar. Yurgan aka. Buni endi bittalab ushlaganim yo'q aka. Kelgan odamga bittalab ushlab ko'rsataman aka. Endi ichida endi 3 ta 4 talari o'zi yelini qo'zg'ab qolgan aka. 2-3 tasini ko'rdim aka. Ko'k qo'zi, qora qo'zilar yelini qo'zg'ab qolgan.
Bu yog'ini ham bittalab ko'rib, qilib, tekshirib oladi aka. Bizda unda gap yo'q. Masalan, dastlabki qilib bersak, ertaga borganda yoqmay qoldi, qisir ekan degan gap bo'lmasin aka. Ustida kelib, bittalab ko'rib, tovarimiz yoqsa pul bersin. Yeldan chiqmaymiz aka. Yo'q. Qumi quyrug'i to'la bunak işte juda bir charchab qolgan to'xinlar emas aka. Endi et ariq to'xinlar ham qo'yildim aka. Ular ham aka bir kunda sotilib ketdi. Endi moliga qarab narx aka. 2,5 milliondan to'g'il qo'ydim aka. 2 million 700 dan ham to'g'il qo'ydim aka. Shunday. Endi bunday to'g'ilmas aka ular. Ular tashti qo'y bo'lib qolgan aka. Yo'q. Kelajagi zo'r bu mollar. Tanlab olishga narxi o'zgaradi-a lekin. 23 ta son aka, tanlab olaman desa ham kelishamiz aka. Kelishgan kelgan odam norozi qilmaymiz aka. Ja uncha qimmat bo'lib ketmaydi. Yo'q, uncha qimmat qilib ona qilmaymiz aka. Gap yo'q. Akalar shoshilib qolinglar, xudo xolasa sut qo'zini piriga mana shunaqa bug'oz qo'ylarimiz akalar sotuvga qo'yildi. Shoshilib qolinglar akalarim 23 boshatiga.